Assalomu alaykum akalar. Bugun 28-iyun hafta kuniga yakshanba biz Beshbola it bozorida chiroyli qilib sizlarga videolar qilib beramiz. Oldindan akalar like podpiskan bosib qo'yasizlar. Yana bitta narsani inobatga olsak, akalar kommentariyada dang'illatib tashlabsizlar. Sizlarga hammalarga rahmat. Podpiska qilayotganlarga ko'pchilik omad deyapti. Xursand bo'lyapmiz akalar. Shunaqa kommentariyalar ko'rib biz yana ham harakat qilamiz. Oddiy bozorda olayotgan bo'lsak, keyin boshqa bozorlarda olamiz. Sizlar uchun manfaatli bo'ladi. Uyda o'tirgan holatlaringda itlar narxini ko'rasizlar. Diyorbek meni it yo'qdi desalang, o'zimiz chiqarib olamiz, jo'natib olamiz akalar. Lubboy xonasiga lubboy itlardan topib berishga harakat qilyapmiz. Bozorga chiqmagan itlar Telegram kanalimizda bor. Telegram kanalimizni pastda sahifamiz kommentariyada kirib, ichiga bossalaring, to'g'ri Telegram kanaliga kirasizlar. Aloqaga chiqinglar, xohlagan itlardan topib beramiz. Bugungi bozor chiroyli videolar qilib beramiz. Akalar bir jup ovcharka. Bo'g'oz 20 kunga bormasdan tug'adi ovcharka. Nemetskiy tulayapti. Bu erkagi akalar. Erkagi ham sotiladi, urg'ochisi ham sotiladi akalar. Sizlar uchun video olinyapti, sizlar uchun akalar. Aloqaga chiqinglar, $100 qilib beramiz. Mana 20 kunda tug'adi, $100 qilib beramiz akalar. Farqida yo'q erkak urg'ochi. Bir jup olaman deydiganlarga ham chiqartirib beraveramiz. 12 ta viloyatga dastavkalarimiz bor akalar. Sizlar uchun mana shuna avtolarda video olyapmiz. Like podpiskani bosishni unutmanglar. Do'stlaringga yuborib qo'yinglar, qo'ng'iroqchaningizlar, hammadan birinchi videolarimizni ko'rasizlar. Akalar, mana ovcharkamiz, kuchichamiz juda ham aktiv. Yoshlari necha oylik bo'ldi aka? 48 kunlik bo'ldi. 48 kunlik bo'ldi. 48 bo'ldi. Hozir olib tarbiyalab o'rgatsalar ham bo'laveradi akalar. Quloqlari endi turadi. Aka bittasini oling, bittasini. Ha, erkagini qaranglar, bu krasota-yu, krasota. Juda ham baquvvat narsa aka. Shunday quloqlari kichkina kaltadan bas ekan. Bu quloqlari kattasi toza hisoblanadi akalar. Mana shunday turadi. Akalar, bu bozorimizda shunaqa toza qonlilari ham bo'ladi. Bitta like bilan bitta podpiskani bosib qo'yasizlar. Bundan chiroyli itlarda ham. Burg'och-a? Ha, qiz bola, o'g'il bola qoldi. Ha, urg'och. O'tgan safar akamiz $300 dan deydi. Mana hozir 2 dona qolgani uchun arzon qilib beramiz-ku deyishyapti. 2 million so'm erkagiga 1 million so'm qiz bolasi berib yuboramiz. 2 million so'm erkagiga berib yuborishsa $150 dan ozgina o'tadi. Ha, buni 1 million so'm, 1 million so'mga urg'ochisini berib yuborishadi akalar. Mana. O'tirib olasan. Aka, lubboy narsa yeyaptimi? Ovqatga kirgan. Ovqatga kirgan. Uyda ovqati yo'q. Nima, o'zini ovqati yeyveradi. Akalar, Daberman chiqibdi, Daberman. Hamma komandasi bor. Asapetda keldi orqamdan yurdi. Mana hamma komandasi bor, quloqlatdikka. Doberman. Bolasi ham sotiladi akalar, bolasi ham $100. Zo'r ishxonaga borib oldim, mo'la yuklab oldim. Asarki ishxonada 25 kunlik ekan bolasi. Dabermanimizning onasi ham birinchi tug'ishi. Narxlari $100. Sijet bilet. Hamma komandan qolyapti akalar. Akamiz aytayapti, choy damlamaydi xolos. Yuzda deyapti, lubboy ish qilaveradi. Nesta sijet. Mana bolasini qaranglar. Haydori, o'ynayga ko'rib turib olam. Ana bolasi 25 kunlik $100. Aloqaga chiqaverasizlar. Ovcharkamizni qulog'i turib qopti mana. Boshqa kraslar akalashib ketadi. Ovcharkamiz 2,5 oylik bo'ldi. Dilinashes oyoq kalladan. Aka, narxini akalar narxi sizlar uchun $100 dan
Ulgurib qolinglar, bunaqasi faqat 5 bola it bozorida bo'ladi. Deyapti, kami bor. Mana, dilnishingiz ayiq kalladan. Hozir eng trendda bo'layotgan ovcharka. Chiqdi, mana sizlar uchun harakat qilib, hammaga telefon qilib, shu Aziz akamizga ham qilib, olib chiqinglardan akalar deyapmiz. Mana. Mahsulotlarimiz bor. Itlarga hamma yoqdan. Bo'ri kallasi o'sha. Mishqchalar qancha opa? 600 mingdan 600 mingdan. 800 ming $100. Kam bor kam. Shu 3 ta mishq bor ekan, 600 mingdan boshlab 800 minggacha ekan. Holatlari yaxshi, hammasi ovqat yeydigan, ham kattasi ham bor. Mishqchalarimiz. Bu bozorimizda hamma yo'q. Pekines akalar, umuman katta bo'lmaydigan dekorativni. Bitta o'zini olib mana yerga qo'ying-da. Ana shunday, ana kalta barmoq akalar. Ana. Mana katta bo'lmaydi. Chiroyli narxlarda. Urg'ochi, ko'payishga tayyor. Zvanovoyda tozasi. Akalar, mana ratfellarimiz ham chiqibdi. Juda ham bitta ustilari namakan. Chiroyli qilib tarab boqilaveradi, toza qonligi. Ratfellarda toza qonligi. Ma'lumot o'rnida aytib ketamiz, urg'ochisi qolgan xolos. Erkagi yo'q. Ota-onasi tayin toza qonli narsalar. Uyda boqqani zo'r variant holatlarida. Bular o'rgatsalaring juda ham aqlli qo'riqchi bo'ladi akalar. Akalar, alabayimiz. Bir erkak, bir urg'ochi. Erkagiga $150 so'rashyapti. Otasi bu qora. Urg'ochisiga $100. Ko'rdingizmi? Men oldim yana ko'rib qo'yapti. Sen olmaysan-ku. Oladigan mana ota-onasi. Ha, bu ota, bu ona. Toqatdan olib keldingiz bu kuchli. Ishtirxondan. Ishtirxon. Ko'ravering, olov. $150 erkagi. Bu o'zi mana jo'mi kesib yubordingizmi? Kesdik. Buni kesmasangiz Bo'lmaydi. Necha oylik bo'ldi? 1,5 oylik. 45 kunlik bo'ldi. 45 kunlik. Bo'lsam. Akalar, Akitoni bolalari chiqdi, Akitoni. O'sha egasini kutgan itni bolalari. Bunaqa oqidan ham bor. Akitani oqi yo'qolib ketayotdi mana. Erkak urg'ochisi bor. Ota-onasini ko'rsatib berilaveradi. Urg'ochisi ham bor. Bu urg'och ekan. Ha. Mana shu aka zalatisti erkagi. Hozir. Ha, mana u erkak ekan. Akita. Mana nimami? Men ko'rib qo'ydi, hammasini bir yo'li. Ha, bu qiz ekan. 2 million erkagi deyishyapti, 1,5 million urg'ochisi. Nima deyayt aka? Akita. Mana bu zalatistis Akitan. Mana o'g'il ekan. Ana unisi o'g'il ekan. 3 ta. 2 ta o'g'il chiqdi. 3 ta o'g'il, 2 ta qiz ekan akalar. Narxlari 2 million so'mdan erkagini, qizlari 1,5 million so'mdan. Aloqaga chiqinglar, ota-onasi tayin. Ayyo. Akalar, ovcharka kuchuvchalarimiz. Mana shu onasi, mana bolalari. Akamiz ovcharka deyishyapti bolalarni ham. Narxlari 500 ming so'mdan ekan shu bozorimizga kelib.
olib ketishlari mumkin. Kuchukchalari. Necha oylik bo'ldi aka bolalari? 2 oydan o'tibdi. Erkagi nechta? Erkagi bitta. Bitta erkak, ikkita urg'ochi. Bitta qulog'i turib qopti, u shunisi. Akalar bunaqasidan so'rayotganlaringni ovchi Cocker Spaniel. Juda ham chiroyli boqilibdi. Shu o'ziga qaramasa ham itga zo'r qarab qo'yibdi. Xodlari zo'r bo'pti. Qiz bola urg'ochi. Bu urg'ochi bo'lgani uchun ham yaxshi qaralganmikini. Buni oyi necha oylik? Skолько? 1 yosh tug'ishga bemalol qo'shsalayin bo'laveradi. Ozmoz o'rgatilgan komandalari bor. Qanday komandalari desalaring, aytganda kiradi, qabaqa yuradi. Sizlar bilan yosh bolalarga umuman beziyon. Bular dekorativniy itlar hisoblanadi. Katta bo'lmaydi, kalta bo'lib qoladi, boshqa bundan o'smaydi akalar. Agar uyga qo'lim kichkina deydiganlarga mana shu zotni tavsiya qilamiz. Akalar, bozorimizda sizlarga manfaatli bo'lsin deb video qilyapmiz. Like, podpiskani bosishni unutmanglar. Haligi nima deydi? Manoid manundaqaga bo'ladi deb o'rgatyapmiz. O'sha yana mashhur kuchukchamiz chiqib topdi. Bu narxini ozmoz kelishtirib berishadi. $300 endi tushib $200 deyishyapti. $200 yana ham o'tib beramiz aka deyishyapti. Aloqaga chiqarasizlar o'zimizga. Zo'r qo'riqchilik qiladi bular. Mini kuchukchalar. Hattoki mana shu Spanieldan ham kichkina. Shundan ham kichkina. Shu bir qaracham chiqmaydi akalar. Bir qarich. Bitta shapalog'im bilan teng kuchukcha. Dokument korobkalari bor. Emlangan, privkalar qilingan. Radosli uniylari bor. Dokumentlari chet eldan kelgan kuchukchamiz. Gigant alabayimiz chorvaga iloji boricha akalar. Uylaringda mol qo'yib bo'lsa, ferma bo'lsa, olishlaringizni zo'r tavsiya qilaman. Agar qo'lim katta deydiganlarga ham yaxshi taklif. Chunki bu umuman odamga beziyon ekan. Endi ko'pchilik yozishi mumkin, odamga tegmasa nima qilamiz? Akalar, bu uyda turganda zanjirga baylasalaring, qo'riqchilikni zo'r qiladi. Yoniga borib silab netsalaring tishlamaydi. Begona odamga qurib vajohatini ko'rsatadi akalar. Bittamiz. Akalar, yana bitta narsani aytib ketamiz. Alabay zotlari juda ham esliroq bo'ladi. Bular tarbiya qilsalaring, har xonasiga solsalaring, bular xohlasalang urushtirishga, xohlasalang yaxshi tarbiyalab boqishga, aqranlikka qilsalaring bular faqat hamma yo'q tarbiyaga bog'liq. Ko'pchilik alabayni vahshiy deydi. Tarbiyaga bog'liq akalar alabay. Oddiy laychitni ham zloy qilsalaring bo'ladi. Akalar, qani ko'rsa so'rayotgan akalarimizga o'tgan safar 4 dona edi. 1 dona qolibdi. Bitta erkagi holati vashshuda. Aka, bitta qo'lingizga ko'taring-da. Baquvvatligini qaranglar, baquvvatligini. 1 dona qoldi. Erkak. Aloqaga chiqaverasizlar. $200 kami bor akalar. Mana holatlari.
Qo'ying pastga. Judayam yaltirayapti bu kuchuk, yaltirayapti. Judayam. Qani ko'rsani ma'lumot o'rnida aytib ketamiz. Uyga aqranlik kosalaring bo'ladi. Tarbiyasi yaxshi. Bolalarni ham zo'r himoya qiladi. Iloji boricha qalinaqa yaxshi itlardan bas bular aka. Har yaxshi itdan. Rottweilerlarimiz. Rottweilerlar urg'ochilari qoldi akalar. Bularning narxini bo'lish $100 qilib qo'ydik. Aloqaga chiqaverasizlar. Toza qonli, ota-onasi garantiyali Rottweilerlar. Cho'milib chiqishibdi. Akalar ovchi chiqibdi. Kushqarmi bu aka? Kushqar ovchi narxini 500 ming so'm deyishyapti. Erkak. Necha oylik bo'ldi bu boy aka? 3 oylik. 3 oylik bo'libdi. Holatlari yaxshi. O'ga o'rgatib olsalar ham bo'ladi. Uyda quruqchilikka yaxshi. Narxini 500 ming so'm shikolat narx aytib qo'yishdi. Ozmoz yana o'tib berishadi kelishsalaring. Xudo xohlasa. Shu bozorimizda. Akalar, bozorimizda shunaqa chiroyli itlar ham bor akalar. Bozorimiz qatta deydiganlarga Farg'ona Beshbola it bozorida. Mol bozorining ichida it bozori bo'ladi.